James Webb teleskopi insoniyat yaratgan eng kuchli kosmik ko'z. U koinotning eng qadimgi galaktikasini suratga oldi. 2021-yilda NASA tomonidan uchirilgan James Webb teleskopi infraqizil nurlanish orqali olamning bosqichlarini o'rganadi. 2022-yilda Webb teleskopi 13,5 milliard yil avvalgi galaktikani aniqladi. Bu koinotning ilk yulduzli tuzilmalaridan biri. Bu galaktika JNZ11 deb nomlangan. U juda kichik, ammo yorqin, juda ko'p yulduzlar tug'ilayotgan davrni aks ettiradi. Bu galaktika koinot paydo bo'lganidan atigi 300 million yil o'tib shakllangan, ya'ni eng qadimgi fazoviy strukturalardan. Infraqizil signallar orqali olimlar bu obyektning yoshini, massasini va tarkibini aniqlashga muvaffaq bo'lishdi. Bu galaktika ortida yana minglab qadimiy olamlar yashiringan bo'lishi mumkinmi? Koinot biz o'ylaganimizdan-da kattami? James Webb hali ko'plab sirlarni ochadi. Bu koinot haqidagi tasavvurlarimizni o'zgartiradigan zamonaviy mo'jiza. Koinot tarixidagi eng uzoq galaktikaga oid tafsilotlar faqat Telegram kanalimizda.